Kasb tanlovi inson hayotidagi eng muhim qarorlardan biri. Bu jarayonda yoshlarning qobiliyati, qiziqish va zamon talablariga mos yo'nalishni tanlashi katta ahamiyat kasb etadi. Ta'lim muassasalarida tashkil etilayotgan ochiq muloqot va tanishuv tadbirlari bu borada muhim maydon vazifasini o'tamoqda. Ana shunday tadbirlardan biri Toshkent viloyati Yangiyo'l tumanidagi 1-sonli texnikumda tashkil etildi. Ta'lim imkoniyatlar eshigi, kasb esa insonni hayotda mustahkam o'rin egallashga yetaklaydigan muhim omildir. Yoshlarni turli yo'nalishlar bilan yaqindan tanishtirish, ularda kelajak kasbga nisbatan qiziqish uyg'otish maqsadida texnikumda ochiq eshiklar kuni tashkil etildi. Yangi O'zbekiston bunyodkorlari kasbiy mahorat milliy tanlovi o'tkazilmoqda. Bu tanlovni o'tkazishdan maqsad yoshlarimizni kasblarni egallashga o'rgatish hamda zamonaviy kasblarni yoshlarimiz orasida ommalashtirishdan iboratdir. Mana bugun ochiq eshiklar kunida Yangiyo'l tumani, Yangiyo'l shahri va Zangiota tumanlari qatnashmoqda. Jami Yangiyo'l tumanidan 33 dan ortiq maktablar ishtirok etmoqda. 9-11-sinf bitiruvchilarini biz texnikumda payvandlovchi, avtomobilchi langari ta'mirlash ustasi, tikuvchilik hamda oshpazlik yo'nalishiga jalb qilmoqdamiz. Juda ham yoshlarimiz orasida dual ta'limga bo'lgan e'tibor nihoyatda kuchaymoqda. Dual ta'limda payvandlovchi, tikuvchilik hamda payvandlash yo'nalishida dual ta'lim yo'lga qo'yilgan. Tadbir doirasida yuqori sinf o'quvchilari ta'lim yo'nalishlari, zamonaviy kasblar va amaliy o'quv jarayonlari haqida batafsil ma'lumotlarga ega bo'lishdi. Mutaxassislar bilan o'tkazilgan muloqotlar, o'quv ustaxonalari va laboratoriyalar bilan yaqindan tanishuv yoshlarda kasb-hunarga bo'lgan qiziqishni yana oshirdi. Ko'plab o'quvchilar maktabni tamomlaganidan so'ng muayyan kasb egallash va kelajakda malakali mutaxassis bo'lishni o'z oldiga maqsad qilib qo'yganini ta'kidlashdi. 9-sinf bitiruvchisiman, texnikum kelib, payvandlash hunarini o'rganmoqchiman. Bu texnikumda juda ko'p hunarlar, o'ymakorlik, payvandchilik, yana tikuvchilik, motor yig'ishlar, shunaqa hunarlar bor ekan. Tanishib chiqdik hozir. Men bu yerda eng yoqtirganlarim, men eng qiziqqani payvandchilik bo'ladi. Chunki men adamdan ancha yillardan beri o'rganib kelaman bu kasbni. Men bu kasbga qat'iy yondashmoqchiman. Mazkur texnikumda ta'lim oluvchilar uchun barcha zarur shart-sharoitlar va zamonaviy imkoniyatlar yaratilgan. Xususan kasbiy ta'lim bilan bir qatorda iqtidorli o'quvchilar xorijiy tillarni ham chuqur o'rganish imkoniyatiga ega bo'lmoqda. Yaratilgan keng imkoniyatlar samarasida ko'plab yoshlar milliy hamda xalqaro til sertifikatlarini qo'lga kiritib, o'z bilim va salohiyatlarini yanada oshirmoqda. Axborot vositalari, mashinalar va kompyuter tarmoqlari yo'nalishida 2-kurs bosqich talabasiman va hozirgi kunda IELTS, ya'ni ingliz tili sertifikatidan B2, ya'ni 6 natijani qo'lga kiritdim va undan so'ng esa ona tili va kimyo, biologiya fanlaridan milliy sertifikatdan B natijani va matematika va tarix fanlaridan esa C+ natijalarni qo'lga kiritdim. Hozirgi kunda Toshkent davlat tibbiyot akademiyasiga muddatidan oldin grant asosida o'qishga talabalar safiga qo'shildim. Albatta men bu texnikumda o'qiyotganda faxrlanaman va o'qituvchilarning yordami natijasida 5 ta fanda sertifikatga ega bo'ldim va bitta chet tili fanidan ham sertifikat olishga muvaffaq bo'ldim. Mohir qo'llar o'quv kursi doirasida yo'lga qo'yilgan dual ta'lim tizimi o'quvchilarning nazariy bilim bilan bir qatorda amaliy ko'nikmalarni ham mustahkam egallashga xizmat qilmoqda. Bu sohani men 16 yoshimdan boshlab o'rganganman. Ham o'qishimni, ham o'zim biznesimni olib ketyapman. Uydagilarimga ham qo'limdan kelgancha yordam beraman. O'zimga ham og'irligim tushmaydi. Bemalol o'zimning xarajatlarimni o'zim qoplayman. Uyda o'tirgan hozirgi xotin-qizlarga ham onlayn kurslarim bor. Bizga yoshlar uchun hozir imkoniyatlar ko'p. Tadbir doirasida o'quvchilar ishtirokida osh chempionati ham o'tkazildi. Bir so'z bilan aytganda, kasbiy ta'lim tizimida yaratilayotgan keng imkoniyatlar yoshlarning bilim olishi, zamonaviy kasb egallashi va hayotda o'z o'rnini topishda muhim omil bo'lmoqda. Eng muhimi, bunday imkoniyatlar orqali yurtimizda malakali, tashabbuskor va raqobatbardosh kadrlar sifatini kengaytirishga zamin yaratilmoqda. Gulnora Otajonova, Mirjalol Ziyoyev, Fursat informatsion dasturi uchun maxsus.